alaykum akalar, mana stoyka bo'ladi. Bunaqa stoyka. Bu xonasiga buni turg'izib ishlataverasizlar. O'tirgan holatda ko'rsatib yaxshi uyni ustunlarni almashtirib olsalar bo'ladi. Misol uy bo'lsa, stoykalarni turg'izib qo'yib turib, rezbar to'la ko'taraman. Atalib kelaman. Stoykalarda yana bor, bunda vagon bor. Mana mishalkalarimiz, kuypasi to'lamaysizlar, almashtirib ketaverasizlar. Mana lensalarimiz 1 metrli lensalarimiz ham bor. Nima desalaring bor. Asfalt 8 deganimiz ham bor. Bu trambovkalardan ham bor. Nima qilishadi? Zichlab berishadi. O'tni maydalaydi degan, любой narsa maydalab beradigan bor. Mana plastiklarimiz bor. Lobzilarimiz ham bor. Aylantirib kesgan, tumalab qilib kesadigan narsa bu. Arg'amchimiz bor, tomga loy bosgani. Bu narsalarimiz ham bor. Kabellarimiz bor. Apalutkalarimiz hozir sezoni, beton yorilmaydi hozir quysalar. Taxta apalutkalarimiz bor. Keyin mana rimskiy stoykalar bor, boylar qildiradi. Faqat buni boylar qildiradi. Endi ko'rgazmaga qilib qo'yganmiz. Keyin pushkalarimizni uyni isitgani, quritgani, keyin moshtrabares bu kabelni o'rnini ochgani, kabelni o'rnini ochib sekingina tiqib qo'yadi. Lensani ruhli nima tumaloqlari ham bor diraylarni. Svarka apparatlar, shubka yo'llarimiz. Lekin bunaqa ish qilib ketishadi odamlar mana. Bizga original haqiqatdan mana Mansur kimdir almashtirib ketgan, buni bee'tibor bo'lib qo'yganmiz. Xotini chiroyli bo'lsa kerak, almashtirib ketgandi. Tushundim. Mana bizga original, mana kuyuvchi to'lamaydi. Buni sekingina almashtirib qo'yganda, yozuvlarni ham yozib almashtirib qo'ygan lekin. Bu qiymati 2,5 million turadi Xitoyda. Bu maytda bozorda bilmayman, 500 ming, 600 ming yoki 500 600 ming turadi. Chipuxa bu. Xotini chiroyli bo'lsa kerak lekin. Ta'sir qilsa yaxshi bo'ladi. Bu byujurlarimiz, shturka yo'llarimiz, bu nima kesgan? Nima? Diskda kesgan. Bu lazerimiz, urin olgani, uy tekisligini o'lchab olgani. Frezerlarimiz bor. Keyin dazmollarimiz, simni ulagan nimani, turba ulagani, pilsoslarimiz uy tozalash uchun. Nimamiz? Kompressorimiz, kalchillarimiz ham bor. Zo'r original haqiqatan. Bu matafon bu sud qilib qolsam, maboddagi tortgan, vujillab tortgan. Tak. Kafilarezlarimiz bor. Pilsoslarimiz turidan bor. Katta kompressorlar, tokni bir xil ushlab turadigan narsamiz bor. Bu nimalarimiz? Perforatorlar. Bu temir keskani, profil keskani, temir keskani. Yana martapilar, elektropilarimiz bor, bargalkalarimiz bor. Gazovka nimada pushkalarimiz bor. Bu ham quritadigan narsa. Erta dukib, mehmonxonasiga dukib o'tadi. Aql ishlatsa zo'r bo'ladi. Keyin burchatkani yuvgani bor. Kafe yuvgani. Takani stoykani mana nimasini ko'rsataman. Nasoslarimiz ham bor mana. Любой nasosdan tortib, dankrat o'zi ham bor. Bular nimatsiz bor. Bu bo'lsa buni tashlab olaveramiz. Xotini chiroyli bo'lsa kerak, buni tanishtirib qo'ysa. Xotinim nomerini yozib qo'ymoqda, nomerini yozgandan ko'ra adashtirib. Mana qanigina aytgan stoykan. Bu xonasiga o'rnatib, mana qatirib bo'shatsa bo'laveradi, bu zo'r narsa. Mana ko'taradi. Bu narsa bor. Kesalaring murosa qilishda 24 soat beton tekizlaydigan bor, vertolyotimiz bor, ruhlilarimiz bor. Keyin oddiy masalan o'zlarining shkaklyotka qilib turib, mana apparatda o'zlarining shlipovka qilib qo'ysalaring bo'laveradi. To'g'ri, uyga egasimi? Zo'r narsa bu. Uyni sifatli qilib ko'rsatib beradi. Hali qing'ir qiyshiq chiroqni yoqqaningizda valma o'tiradi, yaxshi narsani yo'qotib beradigan shu narsalar bo'ladi. 24 soat ish vaqtimiz, mana vertolyotimiz ham bor, ruhlilarimiz ham bor. Motor nomerimiz 24 soat bu время ishlaydi. Xizmatlarni ko'rsataveramiz. Qanchalarni sog' bo'lsin, xizmat bo'lsa aytaverasizlar.